Hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Kanada'nın Alberta şəhrində 5 iyul günü Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Alberta Uyğur cəmiyyəti əzaları cəm olub namoyish ötküzdü. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahət Nur Əpəndi axbarat elan qılıb mundaq dedi. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hürmetlik dostlar, kişilik hüquq fəaliyyətçiləri və xalqara cəmiyyətinin əzaları. Biz bugün bir matəmli xatırı günüdə cəm olub durubatımız. Bundan 17 yıl ilgiri, yəni 2009 yılı 5 iyul günü Ürümçi koçalarında tinchlik bilan namoyish qilgan Uyg'urlarning qani nahaq və behuda axdı. Yəni Xitoy tajovuzchilari begunoh xalqni qirg'in qildi. Eng aqalli kişilik hüquq və mas'uliyatni surishti qilish bilan boshlangan bu chaqiriq xarakterli namoyish davlat qo'llagan zo'ravonlik, keng ko'lamda tutqun qilish və g'oyib qilib etish bilan natijalandi. Ürümçi qirg'inchiligi oddiy bir voqea emas, balki u bir qorong'ulikning burilish nuqtasi edi. U bugun biz shohid bo'layotgan sistemlik vahshiyliklarning qurilmalik asosini soldi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik bu oy 13-yiliga qadam qo'ydi. 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon xalqaro jamiyat bu falokatni to'xtatish uchun an'anaviy kishilik huquq sistemalarga tayanib keldi. Bu tirishchiliklarning haqiqatiga cho'qim durustlik bilan qarashimiz kerak. Bu qirg'inchilik qabul qilindi, lekin tekshirilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yuqori darajali kishilik huquq komissarligi bu dafsanchiliklarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirish mumkinligini o'ttirg'a qo'ydi. E'tirof qilindi, ammo to'xtatilmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanada parlamentini o'z ichiga olgan 10 necha g'arb parlamentlari bu vahshiyliklarni rasmiy tariqada irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Adolat to'xtatib qo'yildi. 2020 yildan buyon 4 qatim ayrim holda dalil isbotlar sunilgan bo'lsa-mu, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi rasmiy tekshirish etishni amalga oshira olmadi. Xalqaro jamiyat tunishni muzokara qilayotganda yo'qolayotgan insonlarning soni ortmoqda. Turkumlab lagerlarga qamash, majburiy tug'ut cheklash, organ atkazchilik va 1 millionga yaqin bolani oilasidan majburiy ayirib etish qilmishlari pasayib qolmay, izchil davomlashmoqda. Beyjingning majburiy emgakka selish plani o'zlarining davlat mo'lcharidan olqib ketdi. Bu ahvol bu yilning yanvar oyida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alayda dokladchilarini bunday qilmishlarning insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qiladigan qul qilish mumkinligi haqida ogohlantirish berishga majbur qildi. Sharq Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikning tub yiltisi Xitoy mustamlikachilarining ishg'oliyatidir. Biz bu krizisni o'z nomi bilan atashimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilik faqat bir davlat ichidagi kishilik huquq dafsanchiligi emas, balki u 76 yillik Xitoy mustamlikachiligi va ishg'oliyatining vahshiy natijasidir. Xitoy tajovuzchi armiyasi 1949 yilining oxirida Sharq Turkistonga besib kirib, mustaqil davlat Sharq Turkiston Jumhuriyatini ishg'ol qilgan edi. U yerda hech qanday bir zamin o'tkazib berish shartnomasi, umumiy xalq sayli yoki demokratik ra'y sinash bo'lmagan. Shuningdek, keyingi yillarda davlat belgilagan nüfus qurilmasini o'zgartirish siyosati 95% dan ortiq yerlik Turkiy xalq nüfusini taxminan 55% ga tushirib qo'ydi. Yaqinqi oylarda, ya'ni 2026 yili 12 martda Xitoy mamlakatlar xalq qurultiyi Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotini ilgari surish qonuni nomli qonunni qabul qildi. Bu farqli bir kimlikni yo'qotish qonun loyihasidan boshqa narsa emas. U millionlagan insonni davlat tarafidan belgilangan bir xil qilibga kirishga majburlaydi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin 2026 yılı may ayidagi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga sunğan tarixiy iltimasida bayon qilingandek, mustamlikchilik davri texi oxirlashmadi, balki qonun orqali yo'lga qo'yilyapti. Xalqaro jamiyatga qo'ydigan talablarimiz normal kishilik huquq mexanizmlari vahshiyliklarni to'xtatishda mag'lub bo'lganligi uchun andizni o'zgartirish kerak. 2026 yılı 5 ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustamlikchilikni tugutish alayda komitetiga rasmiy bir iltimos sunildi. Bugün Alberta qonun chiqarish binosining oldida biz bu talablarni qayta o'tirg'a qo'yamiz. Kanadani o'z ichiga olgan demokratik davlatlar ham Birlashgan Davlatlar Tashkilotini darhol tuvandikdek 4 turlik tadbir qo'llanishga chaqiramiz. Birinchisi, jinoyat mas'ullarini javobgarlikka tortish. Biz 2009 yılı 5 yildagi Ürümçi qirg'inchiligi va undan keyingi barliq insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun Xitoy hokimiyatini darhol oshkora javobgarlikka tortishni talab qilamiz. Ikkinchi, ishg'oliyatni e'tirof qilish. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashini Xitoy imperiyasini rasmiy tariqada ishg'oliyatchi kuch deb bekitishga va Sharq Turkistonni o'zini o'zi boshqarish huquqi tartiblangan zamin deb tunishga chaqiramiz. Uchinchi, majburiy emgak va etnik tozalashni oxirlashtirish. Biz davlat planlagan irqiy qirg'inchilik, davlat zo'ravonligi, ya'ni davlat terrori,
turkumlab yig'ib lagerlarga qamash, majburiyatga qul emgigiga silish, shundaqla mustamlikchilik tuzumuning darhol oxirlashtirilishini talab qilamiz. 4. Mustamlikchilikni tugutish ramkasini yo'lga qo'yish. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustamlika devletler ve xalqlarga mustaqillik berish to'g'risidagi xitobnomasining ro'yiga asosan Sharq Turkistonni mustamlikadan qutuldirib, mustaqillikqa erishtirishni talab qilamiz. Xalqaro jamiyat Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lishdagi manfaat to'qinishini hal qilishi, haqiqiy o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lini nazorat qilish majburiyatini ado qilishi kerak. 80'dan ortiq davlat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustamlikchilikni tugutish sistemasi orqali o'z mustaqilligini qo'lga keltirdi va mavjudligini saqlab qoldi. Sharq Turkiston xalqimi ana shunday daxli ta'ruz qilishga bo'lmaydigan huquqqa ega. Xalqaro jamiyatga shuni aytamizki, sukut qilish jinoyatga sherik bo'lishdir. Yarim yotda ko'ngil bo'lishlar bo'lsa, hozirgi ahvolni qo'llaganlikdir. Kishilik huquq mustamlikchilik va ishg'oliyat ostida mavjud bo'lib turolmaydi. Shuning uchun mustamlikchilikni tugutish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish mavjudlik, bexatarlik va doimiy adolatning birdan-bir unumli kafolatidir. Bizni anglagan va qo'llaganlarga rahmat. Norvegiya Sharq Turkiston jamiyatining boshchiligidagi Norvegiyada yashaydigan Sharq Turkistonlik qarindoshlar 5-iyul kuni Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini xalqaroning qo'llashini qo'lga keltirish maqsadida Norvegiyaning poytaxti Osloda namoyish o'tkazdi. Yetilayotgan Uyg'ur yoshlari 3 tilda axborot e'lon qilib, Urumchi qirg'inchiligining orqa ko'rinishi, jarayoni, uning keyin maydonga kelgan irqiy qirg'inchilikning muqaddimasi ekanligi, 10 yildan buyon Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining dahshatli usullari, Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi maqsadi, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishdagi birdan-bir yo'l ekanligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashni Norvegiyani o'z ichiga olgan barliq demokratik davlatlardan talab qiladiganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustamlika ostidagi ellarni mustamlikadan qutuldirish, mustaqilligini berish ahdnomasi bo'yicha Sharq Turkistonni mustamlikadan qutuldirib, mustaqillikni asliga keltirishni talab qilganligini jonliq ifodalar bilan anglatdi. Norvegiya va boshqa barliq demokratik davlatlarni qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasi va xalqaro qonun bo'yicha o'z majburiyatlarini ado qilishga chaqirdi. Hech qanday hukumat erkiy qirg'inchilik oldida sukut qilib turib, insoniy haq huquqni qo'llaydiganligini da'vo qila olmaydi. Hech qanday davlat Xitoyning mustamlika ishg'oliyati bilan kori bo'lmay turib, o'z taqdirini o'z belgilashni qo'llaydiganligini da'vo qila olmaydi. Shundaqla hech qanday bir jamiyat butun bir xalqning azob oqibatlarini ko'rmaslikka selib turib, haq adolat haqida so'z ocholmaydi. Biz 17 yil ilgirki 5-yil Urumchi qirg'inchiligini eslab o'tganimizda to'kilgan qonlarning bekorga ketmaydiganligiga va'da beramiz. Hammaylar birlikda adolat talab qilaylik. Sharq Turkiston xalqi uchun o'rnimizdan dast turaylik. Toki vatanimizning mustaqilligi qayta asliga kelganga qadar turishimizni to'xtatmaylik. Hammaylar birlikda bunga qarshi turaylik. Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Sharq Turkistonga mustaqillik! Sharq Turkistonga mustaqillik! Sharq Turkistonga mustaqillik! Sharq Turkiston surgundi hukumatining ichki ishlar ministri Qurbonjon Nisomiddin apandi muhim so'z qildi. Bu namoyishga xalqimiz bek sal qaravdi, muhojiratlik xalqimiz. Asli bu namoyishni tushunsak, buni alohida bir qiymati bordi. Bu biz Sharq Turkiston xalqi uchun muhojiratdagi Uyg'ur xalqi uchun bek muhim qilishga tegishli majburiyatlarimizda. Lekin xalqimiz bu to'liq hozirga tushunib ketilmayapti. Bir qism namoyish söylemaydiganlar bizning kelmasligini istirtida boshqalarga o'sak so'zlarni taqib bu yillardan bir namoyish qilyapmiz. Bu namoyishning qo'lidan nima ish kelibdi? Hozircha nima shok ketdi namoyish qilgandan nima foydasi bor deydigan o'sak so'zlarni taqib bu intayin nodonlik va aql yurgizmaslikdan iboratdir. Bu namoyishning qimmati bek yuqori. Şu bu haqda azroq to'xtalishga to'g'ri keladi qarindoshlar. Bizning mishada
Şu Şarkı Türkistan'daki halkımızın avaz olup bayraklarımızın lepilletip turuşumuz bizning Xitoy tajovuzchilariga bosh egmaganligimizning ifodasidir. Bizning bu bayroqlarimizni lapillatib har vaqt namoyish qilib, faoliyat qilib turayotganligimizning o'zi biz Uyg'ur xalqining o'lmaganligining ifodasidir. Hatto biz Xitoy tajovuzchilariga bosh egmaymiz deganlikning ifodasidir, qarindoshlar. Bu bayroqlarimizni soğuk demey, demey kıymetli baklarımızı çıkarıp nişad nakilde tutuşumuzdan özü biz Şarkı Türkistan'daki halkımızın avazı olup bütün halkara cemaatki avazımızı anlatışının ifadesidir. Bu bayrakımızın nakilde tutuşunun yana bir ifadesi olsa biz Xitoy tajovuzchilariga bosh egmaymiz, bizga mustaqillik kerak, Şarkı Türkistan bizning davlatimiz, o zimin bizning, o xalq bizning, sen irqiy qirg'inchilikni to'xtat deyishning ifodasidir, qarindoshlar. Shu mana shunday qimmati bor bir namoyishga sal qarab, yillardan beri namoyish ko'ngil bo'lmay chiqmay, hatto chiqqanlarni so'yitayotganlarni intayin nodonlikning ishidir bu. Shunga bu namoyishning qimmatini hammamiz atrofimizdagilarga tushuntirib, bundan keyin davomli namoyishimizni davomlashtirishga tirishchilik ko'rsatishimiz hammamizning majburiyati. Hurmatli jamoat, biz bir musulmon to'plum xalq. Bizning siyosatlarimiz, da'volarimiz, bizning e'tiqodimiz, dinimizdan ayrilmaydi. Biz hayotlarimizni shu ko'rsatma bo'yicha elib boradigan gap. Bu davoni elib minish undoq oson emas. Bu davanın g'albisi undoq oson qo'lga kelmaydi. Nəhayət zo'r tirishchilik bilan davanın g'albisi qo'lga kelsa, yana bir tarafdan iymonimizni, e'tiqodimizni saqlab qola olamiz. Agar biz xalqimizning bu xo'rlanishiga, bu irqiy qirg'inchiligiga qarab tursak, bu haqda bir harakat qilmasak, bizning musulmonman deganimiz o'zimizning og'zidagi bir quruq gap bo'lib qoladi. Okugan namazlarımızmı ve kılgan yaxshi ishlarımızmı hesaplı elinmaydi, qarindoshlar. Bizning bu mustaqillik davosini qilish bizning e'tiqodimizni, milliy vijdonimizni belgilaydigan, adaletli bir insonlar ekanligimizni belgilaydigan muhim bir omil. Mana bu davo mana shunday bedellerini töleyenliğe vaktimizde andın vücuduk çıkılgan dava. Lekin bizim muhaciretlik Uygur halkımız bu işte az yeterlik özünün fidakarlıklarını göstermeye oldu. Ularını bu adalet, bu müstakillik, bu devletini bir düşünüldüğün, söylediğin bir akli idrak kılıdığın bir Uygur halkının oluşunu Namoyishda mustaqillik ko'rishining zaruriyati, ahamiyati ta'kidlanib, qarindoshlarning uyqusini etishga chaqiriq qilindi. Xitoy tajovuzchiligi qanunsuz bisog'an bu tuproqni qo'limizga ilishimiz kerak va qanunsuz ishg'oliyatini biz aslo qabul qilmasligimiz kerak. Ko'pinchimiz bir ishlarni qilgan vaqtimizda buning unumi nima bo'ldi, buning qanday bir natijasi bo'ldi deb o'ylab olamiz. Lekin tirishchilik bizdan muvaffaqiyat Allohdan deydigan bir musulmon qavm bo'lishimiz bilan har bir kuni ko'rsatilgan tirishchiliklarimizni unutib qolmasligimiz kerak. Bugun namoyishga chiqmaganlarning bir sababi bor. O'zlari biladigan bir sababi bor. Ba'zilar namoyish qilganning nima foydasi, yillardan beri qilyapmiz, buning nima foydasi bo'ldi degan bo'lishi mumkin. Lekin shu gapni qilganlar bugun buningdan ko'proq unumli bir ish qilgan yo'q. Ularning nayt ko'pi bugun uyda laqman bo'lib etib, yoki go'zal havoda techilik havo qilib, yoki ma'lum bir yerda sayohat qilib yozning fayzi surib yurgan bo'lishi mumkin. Mustaqillikni talab qilish, mustamlikadan qutuldirish, irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyatni oxirlashtirishni talab qilish shiorlari yangradi. Vi vill ha frihet. Undan boshqa Kanadaning Toronto shahri, Shvetsiya va boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi demokratik davlatlarda mustaqillikni, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni talab qilish bayonlari yangradi.
Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin axbaratı Ayans Live xabar torida 6 iyul günü xabar qılınıb, hükümet məsullarının xalqara cəmiyyətdən kütüdüğən tələbi alayda təkidləndi. Qasida Ferhat Tursun Senin ruhin bütün dünya Herman Nessi Sıdıq Artabın Qaç-qaçta muzdavanda toңlап қалған жәсәтләр içidin minni tunuya alam sen. Panah tartqan qeyrindaşlar saldırıp aldı kiyimlerimizni. Hazır mı özsəң undan uçuraydı yalana cəsətlərimiz. Qatliamni ular mağa muhabbet dep tanğanda, biləmsən, mən sen bilen billa. 300 yıllık uykudan oyg'anib tanımaydı ular bir-birini, bilmeydi hem özünün ulug'liqini. Zəhərni isil şarap bilib xuşallık bilen içib etken mən. Ular koçalardan gayip bolğan gevdemni izlep tapalmay yürgende, bilemsen mən sen bilen billa. Kallalardan yasalgan əşumunar içidi bar mening mukallam. Qilishning ittik galliqini sinash uchunla kesgan mening qallamni. Qilich oldida biz söygen sebep natija munosabati xuddi tal va oshiqning vujudidek gumram bo'lganda. Bilemsen men sen bilen billa. Bozorda egiz tumoqliqlar qarg'a elish mashq nishoni bo'lganda. Mingisiga o'q sanjilgan kishining chiroyi azobliq so'zilib, özünün ölüş sebebini bilmek bulup qaragan gözünün aldıda jallatning gevdisi gıvalışıp yo'qolganda. Oqsancılgan mengidiki qizib ketken tepekkurda aks etkini mening gevdem aş chaqda bilemsen men sen bilen billa. Şarap içiş, qan içiştim o ig'ir gunoh hisoblangan aşı devirlerde. Bilemsen Adem qanida cho'rgiligan tugmanda tortilgan unning ta'mini. Alisher Navoiy asabiylaricha ham xiyol qilib chiqqan sharobning ta'mi ulga ilingan mening qanimdan. Cheksiz sirliqlashgan ashu maslikning eng cho'nqur qatlamlarida. Bilemsen men sen bilen billa. 2006-yılı 3. ay Beijing Shihong. Bugün xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.